hayot aytadi, istaganingni ol, faqat loyiq bo'lib ol. Taqdiri erkatoyi qanday insonlar? Taqdiri erkatoyiman degan insonlar. Erkatoy bo'la oladimi shu aytgan so'zi bilan? So'zi bilan emas, hislari, tuyg'ulari, ongi, aqli, hamma vujudi bilan o'sha istakni tasdiqlash kerak. Shunga loyiq bo'lish kerak. Aytish yarim bajarish, lekin to'liq qadamni ana shunga loyiq bo'lish beradi. 18 yoshimda ko'ksimga medal taqib qo'yishdi. Men adabiyotni, ruhiyatni kuchi emas, yoki men u joyga haqli ravishda keldim degan narsani emas, men hayotni oldin sizni mukofotlab, qani endi loyiq bo'lasanmi degan nimasidek o'qituvchini ogohlantirishidek his qilganman-da. Ya'ni ba'zi narsalar sizga oldin mukofot beriladi, Avans bilan. avans bilan beriladi, keyin siz loyiq bo'lishni boshlaysiz. Balki Bilasizmi? Shu joyda bitta narsani aytib qo'yay. Xuddi zinadan chiqayotganingizda bitta oyog'ingizni boshga qo'yasizda, ikkinchisini avtomatik tortasiz-ku. Ikkitalab, uchtalab zinani bitta qilib sakrab yuradiganlar bordir. Men masalan shunaqa qilaman. Nima bo'lsa birinchi oyog'imni chiqarib olaman-da, ikkinchisini majburlab bo'lsa ham chiqaraman, chunki buni tortadi. Xuddi shunday hayot haqida, hali taqdirli erkatoy dedingiz-ku, men taqdirli erkatoyman deb qadam bosdimi? Oyog'ini qo'ydimi? Ikkinchi oyog'ini endi ruhan, bilim jihatdan, hamma kasb jihatdan, boshqa jihatdan ikkinchisini olib borish kerak. Ya'ni hayot aytadi, istaganingni ol. Faqat loyiq bo'lib ol. Inson o'zi bilan loyiqlik darajasini ishlasa, albatta bo'ladi taqdirli erkatoyi.